Xitoy Kompartiyasi dinni butun kuchi bilan bostirib, masjid, chirkovlarni cheqish, diniy e'tiqod qiluvchilarni qo'lga olishdan boshqa yana Beethovenning Xo'shalliqqa erish melodiyasini diniy muzika qilib bekitib, o'qitish materiali qilib ishlatishni cheklagan. Bu xabarlar Xitoyning Duban Tori va Sina Weibo'da tarqalgan. Ba'zi to'rdoshlar Xitoydagi yangi o'qish mavsumidagi o'qituvchilar intizomida alohida ta'kidlangan, davlatning ma'rifga bo'lgan talabini to'liq yo'l qo'yish uchun diniy muzikaning o'qitish materiallarida paydo bo'lishidan saqlanish kerakligini, jumladan diniy arx ko'rinishdagi muzika, masalan, Tannhauser va Beethoven simfoniyasining 4-bo'limi, o'qituvchilardan o'qitish materiallarini o'zining tanshab ishlatish talab qilinganligini, masala ko'rilsa o'zi mas'ul bo'lganligini ko'rsatgan. 1823-yili Beethoven ijod qilgan 9-nomerlik simfoniyaning oxirgi bo'limi Xo'shalliqqa erishishni asos qilib Yevropa birlashmasi va Yevropa komissiyasining rasmiy ifodasi sifatida ishlatilib tashkil naqshiga aylangan hamda o'rtaq holda Yevropa naqshi deb atalgan. Bu klassik naqshining Xitoy Kompartiyasi tomonidan diniy muzika turiga ayrilib cheklanishi to'rdoshlarning bu diniy muzika emas, klassik asar. Agar cheklanmagan bo'lsang, biz katolik dindikilar buning diniy muzika ekanligini bilmaydi ekanmiz deganga o'xshash Xitoy Kompartiyasini masxara qiladigan yozmalar orqali nomussiz Xitoyning dindan naqadar qo'rqisi borligini ko'rsatib, razil ideyasiga qattiq raddiya bergan.